Assalomu alaykum. Iqtisodiy protsessual kodeksiga asosan sud ishni ko'rish jarayonida davlat organlari, tashkilotlar, mansabdor shaxslar yoki fuqarolar tomonidan qonunchilik hujjatlari buzilganlik holatlarini aniqlasa, ularning ishda ishtirokidan qat'iy nazar xususiy ajrim chiqarishga haqli. Bundan tashqari, agar sud nizoni ko'rish davomida shaxslarning harakatlarida jinoyat alomatlarini aniqlasa, bu haqda tegishli materiallarni ilova qilgan holda prokurorga xabar berishi shart. Ammo amaliyotga nazar tashlaydigan bo'lsak, ko'p hollarda qonun buzilish holatlari yuzasidan xususiy ajrim chiqarmaslik yoki bo'lmasa taraflar tomonidan bu haqda kiritilgan iltimosnomalar e'tiborsiz qoldirish holatlari kuzatilmoqda. Holbuki aksariyat plenum qarorlarida sudlar aniqlangan qonun buzilish holatlariga nisbatan xususiy ajrim chiqarish orqali munosabat bildirishlari haqida tushuntirish berilgan. Yana bir muhim jihat, Jinoyat kodeksida jinoyat haqida xabar bermaganlik uchun ham javobgarlik belgilangan. Shu sababli sudlar aniqlangan qonun buzilish holatlariga nisbatan befarq bo'lmasliklari, balki xususiy ajrim chiqarishlari yoki bo'lmasa jinoyat alomatlari aniqlansa, bu haqda prokurorga xabar berishlari kerak. Bu nafaqat qonun talablarini bajarish, balki sudning o'zini ham huquqiy xavflardan himoya qilish, ya'ni o'ziga xos strixovka hisoblanadi. Qonunchilikdagi va sud amaliyotidagi muhim jihatlar hamda foydali maslahatlardan xabardor bo'lib borish uchun bizning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga obuna bo'ling. Al Said Justice, adolat yo'lida ishonchli himoya.